Menimcha bu quyosh bilan qaramdor g'alati narsa borda hazillashdim axir. Men kompotdaman-ku, kompotda chankidaman axir. Hamma salomda sizlar, men otim Kompot. Meni yangi joyimga xush kelibsizlar do'stlar. Meni qaranglar, bilasizlar nimaligini bu chank deb ataladi va bugun men bu kompotda chankida, meni chankimda omon qolaman. O'sha men ko'p chanklarda omon qolganman do'stlar. Ko'rmagan bo'lsangiz sizlarga aytib chiqaman. Imam quyosh qaranglar, zo'rligiman yo'q ketyapti. Xullas, menda hamma videolar bor. Men almazli chankda omon qolganman, rang-barangli chankda, tajribali chankda omon qolganman. Shancha bugun kompot chankida omon qolaman. Boshlaymiz avvalmasam. Hamma salom do'stlar, yana bir bor sizlar bilan Kompot meni yangi joyimga xush kelibsizlar do'stlar. Bugun biz mamlaqa kompotda chankida omon qolamiz. Mamni ko'ryapsizlarmi? Hammasi meni skinim rangida va menikida. Xullas, uyimam agar ko'rgan bo'lsangiz chankda kichkina bo'lardi. Bugun xuddi meni uyimni ichidagi o'yin ichi narsalar tushunmadim. O'yin ichidagi narsalar kimdir hujum qilganga o'xshaydi o'yin ichini. Mayli do'stlar, bo'lmasa notebookim bo'ti turmasdi. Mana даже nima kitobmi bo'tdi, kitobni xotda bo'tda o'qiylik nima bor ekan bo'tda. Vazifalar deb yozilibdi. Oy do'stlar, esimdan ham chiqib ketibdi. Vazifalar bajarish kerak axir bo'tda. Birinchi vazifa bo'lmasa kompotda o'yini ichidagi narsalarni tuzatish. Mana hamma yoq buzilib yotibdi-yu, ularni joyiga qo'yib tuzatish kerak. Ham tepasiga yursak turardi. Bu tepasiga yursak turardi. Ikkinchisi almas topish. O'y, lekin almas topish do'stlar qiyin bo'ladi, ishoninglar menga. Chunki oson bo'lishi mumkin. Chankda ko'p almas bor desanglar, hamma narsa ko'k rang shimoslami? Men qarab yurishim kerak. Bu almasmi yoki anu almasmi deb qarab taxmin qilishim kerak. Shuning uchun qiyin bo'ladi almas topish. Shunaqa do'stlar, 3-vazifa nima ekan? Hozir 3-vazifani bo'lmasa o'qib beraman. Almasni instrumentlar qilish kerak. Kompotdagi kompotda almasni instrumentlarni qilish kerak. Tushunarli. 4-vazifa zombidan kompotda studiyasini bo'shatish. Bo'ldi, tugadi vazifalar. Mana shu 4 ta ekan. Mayli, albatta birinchi bo'lib men daraxtdan boshlayman. Chunki bu baza do'stlar, birinchi bo'lib har doim daraxtdan boshlayman. Chunki virusda shotdan paydo bo'ladi, doskalar, hammasi kirka, mana shu daraxtdan paydo bo'ladi. Lekin mana shu kompotda chankida daraxtlar ko'p ekan, shunisi yaxshi. O'zimga albatta virustak bo'lmasa scratches qilaman. Virustakdan men hozir chop qilib, chopdan kirka qilaman. Daraxtli kirka, mayli daraxtli kirka, yana bir bor daraxtli kirka. Jinroq qolmanmi do'stlar? Menga hozir lopata kerak. Lopata kerakliroq ikkita kirkadan ko'ra, bo'lmasa boshlaymiz. Qazin shomita sajidasi bor ekan даже. Menga bu narsalar kerak emas, chunki bo'ti daraxtlar ko'paygan. Даже ham doskalar mana shu taraf adashmasdan daraxtlar, tushunarlimi do'stlar? Mana shu daraxtlar ko'payib yotibdi. Bo'lmasa qazishni boshlayveramiz o'zimni chankimni ichida. Men hozir temir topishim kerak, o'g'il topishim kerak, fakellar bir balolar qilish uchun albattagina almas topishim kerak. Almasning kerakligi do'stlar. Chunki almas topishim kerak, almasni izomot qilishim kerak, almasni instrument qilishim kerak. Xullas shunaqa do'stlar. Va namishan narsalar bor. Ikkinchi daraxt paydo bo'lib qopti o'sha. Davay bo'lmasa pechka qilamiz. Pechka turadi. Yana pechka qilmoqchiman, chunki uyimni ichidan qilish kerak do'stlar. Hozirchalik misal keyinroq qilamiz. Bu yerda men hozir toshli kirka qilmoqchiman. Daraxtli kirka xayr, san kerak emassan. Menga hozir toshli kerakroq. Menga almasli kerakroq bo'ladi. Agar даже topsam almasni blok emas, almas topsam, chunki almasni instrument qilishim kerak axir. Mana nima bu? Oppa, o'g'il topdim. O'g'il judayam zo'r o'g'il menga kerak edi-ku axir. Davay o'g'il meni radnoyim bu yoqqa kelgan. O'g'il menga kerak hozir. Oppa, 18 ta o'g'il topdim. Bundan kerak, menga kerak emas. Mashincha yetadi menga o'g'il. Bundan ko'p menga kerak emas. Almas bo'lsa-ya, almas o'g'il kerak emas, o'g'il. Menga o'sha o'g'il kerak emas bo'ldi. Menga almas kerak. Minecraft almas bergan menga iltimos. Davay iltimos menga almas chiqaz bergan. Davay, qanaqadir shaxta chiqib qolar, balki shu yerdan almas toparman yoki o'sha botdan almas toparman. Qanaqadir ruda ko'rib qoldim mana endi. O'sha almas bo'lsa chotki bo'lardi, lekin
Davay, mana almaz bo'lsin-da ish qilib. Almazmas bu do'stlar. Oddiy temirlik narsa-ku. Almaz chopmadimmi? Almaz topmadim. Nimaga xursand bo'ldim men? Boshqa ruda topdim-da. Hozir ham boshqa ruda qidirishim kerak endi. Mana bunaqa boshqacha bo'lishnikidan ko'ra. Chunki hammasi bu yoqqa ko'k rangga bo'yalgan do'stlar. Lazeritmi, o'g'ilmi, almazmi bilmay qolasizlar ham. Davay bo'lmasa qilamiz. Ertishimizga kerak. Chunki menga hozir temir kerak bo'ladi. Davay уже erganmikin temir paydo bo'ldi. Bu temirdan men kirka skrafchit qilaman. Kirka, ratno kirka. Davay albatta. Nimaga men esimdan chiqazaman bu dehqonlikni. Axir men dehqonman-ku do'stlar. Bu narsalardan men kerak. Botda kompot. Kim kompot ichadi? Kompot kerakmi? Kim ichadi? G'azlashdim do'stlar. Kompot. Kim kompot ichib yotgan bo'lsa, obuna bosib qo'yinglar. Davay bo'lmasa men hozir non qovoqchiman. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Hozir non scratch qo'shishman. Tushunmadim, nomni bo'lmasmidi? Shunaqa edi-ku axir yoki majinrob qoldim yoki Minecraft jinrob qoldim. Do'stlar, Minecraft jinrob qopti chunki men o'yinni o'chirib yoqdim. Non scratch shunaqa ekan. Prosta o'xshamay qopti Minecraft. Madrob qopti. Mayli do'stlar, umid daraxt o'sib chiqdi. Daraxt va shego bo'lib ketdi lekin mana chankimda, mana qishloqimda roqchirim chanku axir bu. Endi men uyimma interyerini tuzatmoqchiman. Davay bo'lmasa uyim interyerini tuzataman. Chunki bu birinchi vazifa shunaqa. Davay bo'lmasa bolg'a qilamiz. Bolg'a komposti hech kim chunki menga bolg'a juda ham kerak. Bu yerda turish kerak emas axir bu narsa. Bu yoqqa blok qo'yamiz. O'sha narsani qo'yamiz. Uyimda turgan do'stlar notebookni to'g'rab qo'yish kerak. Fakelni bo'lib turib tushunmadim. Fakelni turish kerak axir. Notebook sandiqim usir turibdi. Notebookim mana bu yerda turish kerak. Davay bu yoqqa sandiq qo'yish kerak. Qanaqa sandiq virsta qo'yish kerak. Pechka, 3 ta pechka scratch qila olamanmi yo'qmi? Yo'q, pechka o'xshamas ekan. Mayli, 2 ta o'xshadi do'stlar. Mana yana bitta pechka bor. Hech qisi yo'q. Mana bu daraxtli hali topaman, doskalar topaman bu yerda. Davay qazishim kerak. Eng glavnisi do'stlar, men almas topganim yo'q hali. Davay pechka craft qilamiz. Ana bo'ldi, pechka craft qilib bu yoqqa qo'yamiz. Do'stlar, birinchi vazifani bajardim deyman-da. Chunki mana uyimni interyerini tuzatish, uyim ichidagi narsalarni hammasini to'g'rilab chiqish. Buni men qilib bo'ldim. O'shancha birinchi vazifa bajardim. Ikkinchi vazifa almas topish. Bunga endi men nonimni yesam bo'ladi. Maza qilib oldim. Endi men almas topmasam bo'lmaydi do'stlar. Qattiq endi bu almas men tushunolmayman do'stlar. Qatdan robaman endi men bu almasni qanaqa ruda topib Google bay kerak emasdan hozir iltimos Google kerak emas. Endi ruda ko'rdim qanaqadir ruda. O'sha yerda bo'lsa-chi, o'sha yerda bo'lsa juda ham zo'r bo'lardi. Davay shu rudan yoniga boramiz. Mana mashta. Davay nima bu? Yes do'stlar, ma'lumot topdim. Juda ham zo'r bo'ldi. Ikkinchi shartni ham bajardim. Endi kompyuter instrumentlarini qilishim kerak. Nomunchko bu tamas, уже mas qo'llamayam. Tepaga chiqaymikin, tepaga chiqqim ham kelmayapti. Mashta pechka, mashta verstack craft qilib olib, o'sha yerdan craft qilib olarman. Bu almazni kirka, xo'ramos, almazni kirka albatta, almazni kirka juda ham kerak menga. Chunki yana almazni kerak qolsa, mana kompotni instrumentlarini qilishni boshlaymiz do'stlar. Birinchi bo'lib almazni kirka bo'ladi, kompotni ikkinchisi bolg'a bo'ladi. Ko'rdinglarmi? Qaradir qizilroq rang kompot kerak, oxir bunaqa kirka menga uch kerak emas. Toshli ekanga qilich. Endi menga lopata bilan mataga keldi. Bu uchun menga daraxt kelaveradi. Albattagina almas. Bu yerda boshqa almas yo'qmikin? Yo'q. Bu yerda daraxt ko'raman, faqat daraxt ham ovolaman o'zim bilan. Eng kerakligi yana almas do'stlar. Almas va almas.
ketdi. Endi men o'zimga fakel skrajich qo'ymoqchiman. Balkim kerak bo'lib qolar fakel yoki kerak emas bo'lib qolar. No, mayli do'stlar, farqi yo'q. Fakel balkim olib qo'yamiz, o'zimizga qorong'i joyga tushib qolsak. Hozirchalik qanaqadir maruda ko'rmayapman, lekin aytdi qanaqadir narsa bor ekan bilmadim. Huy do'stlar, bu yerda shaxta bor ekan, lekin mayli hozir shaxtaning yoniga bormay turamiz. Mashitlarda jeta olmaz bo'lish kerak demak shaxtaning yonida. Balkim hozir shaxtan bu shaxta emas, men turda ko'ryapman qanaqadir nima bu. Hoppa, almaz do'stlar, almaz, yana almaz. Juda ham kerak menga hozir. Davay, iltimos almazlar. Bu almazmi? Yo'q, bu almaz emas ekan o'sha. Bu temir ekan. Mayli do'stlar, bu nima? Bu davay, bu almazmi? Yo. Almaz tushirib oldimmi deyman-da. Yo, almaz bo'lmasin, ish qilib o'zimni kechiraman. Mayli do'stlar, o'zimdan hozir matiga skrapch qilaman, lapata. Davay, o'zimdan hozir matiga skrapch qilishim kerak. Oxirgi bo'lib lapata, 3-shartni ham bajaraman. 2-chi esimda yo'q do'stlar. Hamma kompotli instrumentlarni maq bo'ldim. 3-chi ekan almaz topdim. 4-chisi studioni zombidan boshlatish. Qanaqa studio? Men video oladigan studiomi deyman-da. Qarayman, men qirib ko'raylik. Qanaqa joy ekan ushatmam, chunki boshqa joy men ko'rmayapman. Davay chiqib ko'ramiz bo'lmasa bu yoqqa. Mana shu oxirgi shart qoldi. Oxirgi shart. Davay chiqamiz bu yoqqa. Davay tezroq chiqamiz. Ha, mana studio kompot emas, zombini studiosi. Zombi bu yoqqa kellarning qani endi o'zingdan ko'rasanlar. Mana studiomga qanaqa qilib kirasanlar? Yorug' qolg'atandir. Nimaga mana studiom kirasanlar? Zombi kompot yana ahmoq kerak emas menga. Men bu yerda kompot shunsan bor botdan sanga. Ana ketdi zombi birinchisi, ikkinchisi ketdi, uchinchisi davay. Oy, creeper. Nima bu yana bu creeper? Iltimos creeper portlamagin studiomni yo'q qilasan. Davay, spawner zombini yo'q qilamiz. Bo'ldi. Zombi endi bu yoqqa kela olmaydi. Chunki zombi chiqadigan joyni men yo'q qo'ydim. Endi bu yerda o'zgartirib qo'yamiz. Studio zombi emas, studio. Endi o'zingizlar bilib turibsizlar, kamina kompot studiosi bo'ldi. Ana bo'ldi. Bu yerda men video olaman. Endi sizlarga mazza qilib bu yerdan nima tushyapti? Yo, bu yerda oddiy temir ekan. Hamma nima yo'qotdi bu yerda. Mana mana video olaman sizlar uchun. Real hayotda do'stlar, bitta kamera turadi albatta. Kamera kerak do'stlar. Kachsasi ham kerak kamerani. Mana bitta kompyuter turgan ekan. Bitta monitor xullas shunaqa ishlar do'stlar. O'qib chiqay to'xtaylar. Birinchi bo'lib kompot uyini tayyorlash, ikkinchi bo'lib almaz topish, uchinchi bo'lib almaz izimni topish, to'rtinchi bo'lib studioni zombidan tozalash. Uy do'stlar, bo'ldi. Hamma shartlarni bajarib bo'laman-da. Nima tez bajardim, tushunmay qoldim o'zim. Juda ham zo'r hamma shartlarni bajarib olsam bo'ldi. Juda ham zo'r bo'ldi. Eng yo'qgan chang shu bo'ldi. Kompota changan. Albatta sizlarga yoqqan bo'lsa, do'stlar, like bilan obunani ayamanglar. Bo'pti, sizlar bilan xayrlashishim kerak. O'sha momentda biroq like bosish, obuna bo'lishdan chiqmasin. Hammaga yaxshi sog' bo'ling. Keyingi joyda kuzatishga davom etinglar.